Donald Trump AQSh ta'lim departamentini tugatish bo'yicha farmonni imzoladi. Trump ta'lim departamentini isrofgarchilik va liberal mafkura bilan ifloslangan deb tanqid qildi va bu bizga hech qanday foyda bermayapti dedi u Oq uy marosimida. Trump tarafdorlari esa ushbu farmonni olqishlamoqda. Endi keraksiz byurokratiya bolalarni nimani o'rganishini belgilamaydi. Ta'lim shtatlar, jamoalar va ota-onalar qo'liga o'tadi, dedi AQShlik jamoat faoli Tiffany Justice. Alisher Qodirov ham bundan 4 yil ilgari bu masalani ko'tarib chiqqan edi. Oliy ta'lim muassasalari bugun to'laligicha davlatning qo'liga qaragan boqimanda kayfiyatda ish olib boryapti desak xato bo'lmagan bo'ladi. Shu sababli bizning taklifimiz qanaqa? Jahon tajribasida oliy ta'lim muassasalari barchasi bu davlat nazoratida emas. Ular xususiylashtiriladi. Mana dunyoning eng zo'r oliy ta'lim muassasalarini qaranglar. Qaysi biri davlatdan to'g'ri yordam olishi mumkin, lekin davlatga qaram emas. Lekin bizda bugun universitetlarning barchasi oliy ta'lim vazirligidan keladigan direktivalarga qarab o'tiradi. Bu holatda biz qachon oliy ta'lim muassasalarini raqobatbardosh qilamiz? Qachon oliy ta'lim muassasalarimiz biz kutgan kadrlarni yetishtirib beradi? Hech qachon. Shu sababli bizning dasturimizda asosiy masalalardan biri oliy ta'lim vazirligini tugatish hamda oliy ta'lim muassasalarini davlat tasarrufidan chiqarish bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalari agar xususiylashtiriladigan bo'lsa, ular orasidagi raqobat bizdagidagi oliy ta'limga o'ch bo'lgan, oliy ta'limni istaydigan, ma'rifatga intiladigan yoshlar uchun juda katta imkoniyat bo'ladi. Yuqoridan beriladigan byurokratik majburiyatlar, ta'limdan ko'ra talabaning soch soqoli, formasiyu davomati muhim bo'lgan tizim, universitetga 4 yil davomida 2 marta kelgan talabaga qo'sh qo'llab diplom berishni balki to'xtatish kerakdir. Universitetlar mustaqil bo'lsa, davomat uchun emas, balki bilim uchun raqobat boshlanadi. Siz bu bo'yicha qanday fikrdasiz? Izohlarda o'z fikringizni bildiring.